alayhi vasallam masxara qilayotgan rayon qayerga boradi hozir? Demak, Qur'onga iymon keltirgan, Qur'onni o'zining muqaddas dasturida bilgan musulmon Qur'onni haqorat qilingan, Qur'onni ko'ydirilgan, Qur'onni hojatxonaga tashlangan, Qur'onni oyoq ostida chayragan rayonlarga ketishni xohlaymiz. Tövendikidek bir qancha turlik shartlar hozirlangan bo'lsa, bu safar harom emas. O'sha Yevropa safariga tayyorlik qilayotganlar shuni qarasin. Birinchisi, shu safar qilmoqchi bo'lgan, shar'iy istiloh bilan aytsak, hijrat qilmoqchi bo'lgan o'rin diniy jihatdan o'zi turayotgan rayondan yaxshiroq, ziyon ozroq. O'zi turayotgan rayonda, masalan, hozir Turkiyadagilar safar qilyapti. Bu yerda bir suiqasdlarmi bor, inshaalloh biz o'z navbatida bayon qilamiz. Turkiyadan diniy jihatda, e'tiqodiy jihatlarda siqilib, Turkiyadan yaxshiroq bir rayonni topgan bo'lsa, hamon safar qilsin. Xo'sh, hozirgi Yevropa safari qilinayotgan shu Norvegiya, Gollandiya, Germaniya, Fransiyalarga qarab boqing. Bu shart hozirlamda ba'zan ovozini mushayda anglagandek anglay olamda, dam chirkovning qo'ng'iroq ovozini anglaydi. Bizdiki hayya ala solah, hayya alal falah, namoz kelinglar, nijot kelinglar degan mushu ma'nodagi chirkov kelinglar, bizga o'xshash 3 iloh bor deb e'tiqod qilish kelinglar, Ayso alayhisalomni, Aysoni iloh deyish kelinglar, dinlardan voz kechinglar, bu dinlarning zamonga mos kelmaydi degandek ma'nolarda o'zining ibodatiga chaqiradigan qo'ng'iroq ovozini anglaydigan yerlarga ketib bordik. Shunga hijrat safar qilish uchun birinchi shart o'zi turayotgan rayonda diniy e'tiqod jihatlardan siqilgan bo'lsa, qiyinchilik uchirgan bo'lsa, e'tiqodi tajovuz uchirgan bo'lsa, e'tiqodini, dinini qo'g'dash, muhofazat qilishda ishonchisi bo'lmasa, undan yaxshiroq yerlarga safar qilsa bo'ladi. Yevropa safari buni tushunmagan qarindoshlar tushmaydi. Agar Turkiyada diniy e'tiqodiy jihatdan siqilayotgan bo'lsa, bu shart tepilmaydi hozir Yevropa safarida. Ma'qul biz ehtimollikni deydi. Agar siqilgan bo'lsa, u yerdagi siqilishni yo'q qila oladigan, zini ozroq bo'lgan bir rayon bor turib, ketalaydigan imkoni bor turib, Yevropa safari qilish bu qat'an harom. İkinci shart hijrat qilib borgan diyorda o'ziga, oilasiga, diniga bir xavf yetmasligi lozim. E'tiqodiy jihatdan xavf yetmasligi lozim. Obro'y, nasl jihatdan xatar yetmasligi lozim. Aql jihatdan aql bulg'unadigan bir xatar yetmasligi lozim. Jiniga bir xatar yetmasligi lozim. Mol mulkiga bir xatar yetmasligi lozim. O'zi tava bo'lgan ahli ayol bolalarga ham bir xatar yetmasligi lozim. Mayli moddiy, mayli ma'naviy xatarlardan amin bo'lish lozim. Yevropa safarida bu shart tepiladi qarindoshlar? Tepilmaydi. To'g'rimi? Ashna ichidagi diniy e'tiqodi asli kapolat yig'ilmaydi. Nasli shu ketgan kishining nasl-nasibi yaxshi, pok. Ammo bir avlod, ikki avloddan keyin shu nasl shu o'zining g'uborligida, pokligida tura olmasligi shu chenkov qo'ng'iroq ovozi muhitida va yoki shu nashayan qaplagan, haromning ishiklari kengri ichib o'tilgan, yaxshiliklarga cheklar qo'yilgan, to'sqinliklar qo'yilgan shu rayonlarda naslning pokligi kapolat egolamasligi bo'lmaydi. Aniq bir masala. So'zlab birovadidu, bu yana video qilib bizga ko'rsatib birovadidu o'zining qanday holat yashayotganligini. Demak, ikkinchi shart nima bo'layotidi? Shu safar qilib qolgan diyorda o'ziga, oilasiga, diniga xavf yetmasligi lozim. Shu o'limali bir shartni qo'ygan. Amaliyot qaragan bo'lsak, shu hozir tashabbus qilinayotgan Yevropa safari, bu Yevropada, Norvegiya, Gollandiya, mana bu davlatlarda qarindoshlar, musulmonlar to'van ko'rildi. Musulmonlar agar sal yaxshiroq baho bersak, yaxshiroq gumon qilsak, ikkinchi sinfli kishilar, birinchi sinfdagilar, shu yerning nasara, shu e'tiqodli kishilar, ular birinchi sinfdagi. Ya'ni yuqori tabiqaga deb qo'yamdik, birinchi sinfdagi kishilar. Musulmonlar haqoratlandi. Qur'oni Karimdan ko'ydirilayotgan yeri qayerga oladi hozir? Yevropa ellari, G'arb ellari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masxara qilayotgan rayon qayerga oladi hozir? Yevropa, G'arb ellari. Ochiqdan ochiq bu ishlarni davomlashtiryapti. Qonun bilan qo'llanılayotir. Shu yerga polis, soqchilar bilan, qo'g'dug'uchilar bilan hukumat odam ajratib, shularning shu qilmishini, shu masxara qilmishini, shu din haqoratlangan, Qur'on haqoratlangan, payg'ambar obro'yi dafsanda qilingan haqoratlangan shu rayonning shu manzirini qanday qilib turadi hukumat qo'llab-quvvatlab qo'g'davotidir. To'g'rimi?
Bu videoda uçuk aşkar. Demek Kur'an'ga iman keltirgan, Kur'an'ın özüne mukaddes desturi deb bilgan musulmon Kur'an'a haqorat qilingan, Kur'an'ı köydirilgan, Kur'an'ı hojatxonalarga tashlangan, Kur'an'ı oyoq ostida chaylangan rayonlarga ketishni xohlarmi? Xohlamaydi. Bu narsa yuz beryapti. Tek to'xtag'ish yo'q. Bunun qarshi qonunlar o'tirib chiqqani yo'q. Hatto Yevropaga ketgan ba'zi Uyg'urlarning xristian bo'lib ketganligi haqida xabarlar kelyapti. Mana aram safarni qilganlikni oqildi. İsmini atamaymiz. Ba'zi nopuzluq deb qaralgan ularning nazarida. Qo'shtirnoqchilikka mashhur ba'zi ziyolilar, ba'zi to'r televiziya programmalariga riyosatchilik qilayotgan riyosatchilar, ba'zi doktorlar yana xristian, nasara, Uyg'ur tilida so'zlayotdi. Mumkin o'zi ketgan Turkiyada xristian bo'lmagan bo'lg'aydi. O'zi ketgan Turkiyada hech bo'lmagan vaqtda juma namoziga bo'lsa-mi chiqaverg'aydi, shikayet namoziga bo'lsa-mi chiqaverg'aydi yoki 5 vaqt namoz o'qiverg'aydi. Bag'andan keyin xristianlardan demak turmush kafolat qilib qajlaydi. Demek musulmon xor bo'ladi. Kimdir deb qajlaydi? Kofirlar deb qajlaydi. Nasaralar deb qajlaydi. Hozir bir parcha rasm tepilib sazoyi qilyapti. Mavi hilalning, ya'ni derneklarning oldidagi 10 guruch may elish uchun o'chirat turgan hijobli hamshiralarimizni bir parcha rasmga tortib sazoyi qilyapti. Yevropaga ketganlar kimdan yordam ilayotdi? Bu yerdagi o'chirat turib yordam ilayotganlar kimdan yordam ilayotdi? Uyaga berib, maqu oltin kumush eqiyotgan o'stanlaridan oltin kumush sizilgandan ko'ra bu yerda musulmonning qo'lidagi yordam elib, ma'qul sen uni xoroldi-da, shu o'tgan hayot go'zal hayot. Chunki dinimizda mu'min qul hur kofirdan afzal. Mu'min dedik, bir kofir hur xotindan yaxshi. Shariy o'lcham bu. Biz musulmon bo'lib sifatimiz bilan mana bu o'lchamlarni o'zimizga tatbiq qilishimiz kerak. Xristian jamiyatlari ularni da'vatchilari bor. Onlarning qo'shtirnoqchiligi amr ma'ruf, nahy anil munkar guruhlari bor. Bularning diniy jamiyatlari shu Yevropaga, shu Norvegiya, Gollandiyaga kelganlarga xristian dinini da'vat qiladi. Xristian diniga chaqiradi. İncillik Qana shu zarinlayotgan, shu qichayotgan Turkiyada qaysi biringizning oldiga, qaysi biringizning uyiga birisi Injilni ko'tarib kelib, sizni nasara diniga da'vat qilibdi? Hatto xristian bo'lsang, nopozing tez hal bo'ladi degan bir tashviqot bor. Musulmonlikni xuduksirab, qo'ng'iroq chalgan cherkovlarga ancha-muncha berib qo'yib, keyin rasmiy boradigan bo'lib, kimligiga nasara degan shu yozmani haqiqiy yozdirish mumkin. Asta-asta bo'ladi har narsa. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Uyg'urlar haqida bir qancha yig'iz gaplarni qilib qo'yapti va uchib ketishdan bir kun ilgari Uyg'ur qirg'inchiligi deb qo'yapti. Mike Pompeodan Alloh rozi bo'lsin. Amerikadan Alloh rozi bo'lsin. Mike Pompeoni Alloh taolo Firdavs jannatlariga kirgizsin deb duolarni qilmadimi? Ko'rgansizlar? Qildi ha? Hidayet tilisimaydi. Ey bir nasaradın Allah razı olamda. Allah gazap qilgan kishilar tursa u. G'ayril mag'bubi alayhim valaddallin dikim. G'azabga uchragan yahudilarning ezib ketgan nasaralarning yo'li boshlamagan. Davatgan nasaralar shu ya. Mufassirlar birdek degidek al-mag'lub g'azab uchraganlarni yahudilar, dallin azg'ullar nasaralar tafsir qildi. Yani şu Allah'ın g'azabiga Qur'oni Karimda la'natlangan, Qur'oni Karimda so'kilgan insonlar ya ular. Şu insanların Allah razı olsun, şu insanların Allah Firdevs cennetine kirgizsin degan yerga olib etdi şu Yevropa. Mümkün aşı yetimler, aşı bayquşlar, ilgari tug'an yerlarda şu Türkiye'ni besib o'tdi ekan. Hozir mana mushahidin ketish qiziqtiryapti. Şu tug'an o'rinlarda bu nachar, bu osal holati bo'lmagan bo'lg'aydi. Muhit ta'sir ko'rsatib Bu ta'sir ko'rsatib, avvaljoqlab qo'ydigan bo'ldi, keyin tark etdi. Chunki atrofda xristian bo'lgandan keyin o'zi xuduksiraydi. O'zining musulmonligidan avval g'ururlangan bo'lsa, barabara xuduksiraydigan bo'ladi, ayminadigan bo'ladi. Keyin yo'shiradigan bo'ladi. Buningga musulmonlar terrorchi degan ma qalpoqlarmi bu kishini terrorchi degan qalpoq kiyilib qolmasin menga deb bo'lsa, o'zini qochirib, oxir namozlarni tark etadi. O'qay desimi, ko'ch-ko'ylarda agar xizmat bugun ishlarda namoz o'qay desa, masjid yo'q. Shu o'rinda o'qay desa, yo cheklimi bor, yo kelib xuduksirash bor. Uy qaytib o'qay deydi. Kecha charchab kelib, uyquchilikda 5 vaqt namozni bir xil jamlab o'qish mumkin. Buning qat'iy fatvo yo'q, 5 vaqt namoz jamlayapman. Keyin bunda jafo tatqicha o'ladigan vaqtda tövbe qilib olaman. Hozirda yosh qo'yman deb Azroilning malakul mavtning qachon kelganligini xabar oldik, kerak tövbe qilib olaman deb namoz tark etdi. Ki anda bu tushunchalarim yo'qab, bu Allohning dini ekan bu masaladir. Samaviy din, İsa alayhisalom bir haqiqiy payg'ambar. Uningdan keyingi payg'ambarlar biz egizdigan payg'ambarlar emas. Bu iloh, Muhammad alayhisalom iloh emaski deb bir tushundigan turdi. Shundan oxiri hayotimning oxirida o'sib namozni o'qib olaman, tövbe qilib olaman degan tushunchadan voz kechib, tamamen shu dinga boshlab kirib ketdi. Adın hayasız işler to'la ko'raverib, bu ishlar odatga aylanadi. Chunki
Hozir bütün buzuqchilik nereden başlandı? Avrupa'da, G'arb ellerinde. Hindiston canlı hareket qiladigan faoliyat merkezleri joylashgan rayonlar. Şu an nashayan işler şu yerde köp. Aval yaman köygen bilen keyin bu fikir erkinlik ekan, insani shaxsiy erkinlik deb qaragan bo'ladi. Undan boshqa jazodan qutulolmaydi. Yevropaliklar jazoni eng keng tarqalgan rayon qarindoshlar. Bu yerda diqqat qilmasak jazoni o'chib qolamiz, nafsimizga harom aralashtirib olamiz. Ammo shu hozir qiziqtirilayotgan Yevropaliklarda jazodan qutulish bu mumkin emas. Bütün sahalarga kirib ketgan. Çünkü şeytanın uğuzu şu ya. Şeytan haram emellerini kişilerin arasında tarqıtılgan rayonlar. Adı şu radikal, terörçi degan namlar qap qolmaydi. Çünkü bu namlar şu musulmonlarga berilayotgan bo'lgandan keyin qanday qiladi? Kafirni xo'shabat qilishadi. O'zining e'tiqodida, kiyim-kechikida, iymonini quduksirab, kafirlar xo'shabat qilishadi. Bu ahvol Yevropada tedrici tarqab ki onu başkan bir ish. Şu azıq Yevropa ketganlarning ana o'sha hokimiyat beshidikilarga yoki ashadagi nasaralarga qanday duolarni qilayotganligi, ularga qanday yaxshi baholar bo'layotganligi, xo'shabat qilayotganligining bir alomati. Bo'pti, shu kishi 40-50 yoshlik, 30 yoshlik shu ota-ona o'zi hech qanday muhitdan ta'sirlanmay dinni chang to'di deydi. Balalar uchun, anadan keyin ikkinchi avlod uchun. Ularning sab islom aqidasi bilan yoki milliy g'ururi bilan ma'qul tushuntirdi biz. Bu shariy o'lcham emas. Milliy g'ururi bilan, urf-odatlari bilan saqlanib qilishi bu asosiy. Yevropaning o'ylayotgan tuzayotgan plani bu. Muhammad Salih Davudlarning shu qadar to'g'ri bir sahih manbalarga tayinib turib tarjima qilgan Qur'oni Karimni botirib, Xitoy muhtaram hoji boshchilik 4 kishiningki qo'l silib tarjima qilishi bilan ikkinchi Qur'oni Karim tarjima qilib chiqdi. Nima uchun qarindoshlar? Bu Qur'oni Karim botirsa yana nima ish tarjima qildi? Kafir planni uzun tuzdi. Ha Qur'onda Muhammad Salih Davudlarning tarjima qilgan Qur'onida jihad, kafir dedi. Hicretdi. Ama bak keyingi tercih kılan Kur'an-ı Kerim'de bu lafzılar özgertildi. Tabi kafirlerin nimeni plan kılmakçı? Keyingi evlatını plan kılmakçı. Bak Kur'an-ı Kerim'ni okup zihni şuna olan zehirlengen kişiler hamını ölüdü. Ve bu ceriyanda bak Kur'an-ı Kerim'de metbeden çıkamayımız, basmayımız, sırtın kirişim çekleyimiz. Bu Kur'an-ı Kerim mi? Yırtılıp, burap, tügeydi. Keyingi evlat tabi ma biz tercih kılgan, özgertilen Kur'an-ı Kerim'de koluğu alırdı. Uzun 20-30 yıllık, 40-50 yıllık kullanıcı tercih kıldı. Onu ağa sultan mollaları, saray mollaları nefsi bulğunuk etkenlik için boşluk turup ver. Türkiye bir kardeşim bunlar bir gitme abi. Çıkıl burun yorbaşlıkken bir kardeşim varken bunun balısı mektepten kayıtıp gelmem. Ya da biz Müslüman mı olarken, Müslüman derken ben Müslüman emez yaptım. Demiş kardeşim ki çünkü okutup Müslüman emezken bana şunlar dedim ben Müslüman emez dedim. Okutup şurada yakşı. Ya bunun için ben Müslüman emez dedim. Şikayet yaptım. Sonra cık anlamadığımızda bu gapni. O tabii ustazni o'ziga ulgi qiladi-da, o'rnak tiklaydi-da. Xitoy xuddi Qur'oni Karimda uzoq planni tuzgandek, sizni Yevropaga elib chiqib 3 yil sizga turmush kafolat qilib berib, uyingizni o'rinlashtirib, anda bakashi yo'q. Agar ba'oqas fi sabilillah qilgan musulmonlarda bor bu narsa. Lekin g'ayri musulmonlarda, kafirlarda bunda xayrixohlik nima turibdi? Olmoqchi bo'lsang, degan bir prinsip bo'yicha qilayotgan ish yo'q. Sen onundan texmi çoğun bir narsalarni olmoqchi bo'lsang, azroq berib qo'y. Buni baplamoqchi bo'lib qolsang, azroq og'izni maylab qo'y degan prinsip bo'yicha tutilayotgan bir siyosat bu. Hozirgi Yevropada yashayotgan, xassatan bizning o'sha Uyg'ur, Sharq Turkistonlik musulmonlarning ota-onalarini sal kichikkin o'sima iymonning o'ti o'chmagan, cho'g'i texi o'chmagan ata-onalarning qaqshavatgan yerine bolalarına nasara olib ketishidan va shuni alomatlarining ko'rilayotganligidan, agar zarinib qolib qolsa bolasining o holidan, bolasining saqchi chaqirayotganligidan, agar qizini bir xristian yigit bilan juganligini ko'rayotgan bo'lsa, uni to'ssa shu hamon saqchi kelganligidan chiqishadi. Agar qizining bir nasara bilan birlik juganligini ko'rib, uni to'ssa saqchi arilishi kerak. Sen balağının şahsi erkinliğine, insani hukuku daxil tercih kılsa, deb saqchalik ve balını ata-onadan ayırıyorduk. Özünün balası özü iyi olanmaydı. Üçüncü, bası buluşqa caiz oladigan şart, bağmakçı olan diyar, dinni ochiq aşkar izhar qila oladigan, hech kim onu to'smaydigan diyar bo'lishi kerak. Yevropa buni o'lchamda tushmaydi. Bari texnik chiqib ilgari Fransiyada, Gollandiyada İslam'a karşı Fransiya mı? İslam'a karşı faaliyetlerine karşı durduğun bir İslami cemiyet var. Şunun yakında Fransiya'ya kanun makullab taqadı. G'arblarda qarindoshlar nurg'u ishlarni to'sidi. Oddiysi qurbonlikni mo shar'iy bo'g'izlab
insanlar cahil kılamaydı. Bunun imkan şaraiti yok ki. Kurbanlık bir mal oğuzlaştı mı kıyınçılıkları var Müslümanlar. Çünkü kanunu tüzgarlamış şu Avrupalıklar icra kıldılar şular. Kanun aldı Müslümanlar dericilik. İnsan kişiler hesap. Avrupalıklar özlerine erkinlik, demokratiyanın kodğunçuları, hamileri, insanperver degini bilen kırındaşlar yukarıda işlerini kılalar. Yani Müslümanlar kartta neştirim kılalar. Bundan başka tötünce bamakçı olan ye, hicret kılıp bamakçı olan kafirler diyarında mukum turup yaşaşını niyet kılmay, öz diyarlık şarayeti yaxşılanıp ketken kadar vakitlik duruşunu niyet kılıp beriş gerek. Eğer caiz bir sefer olgan bolsa, mubah sefer olgan bolsa, şu kılgan seferi niyede turup geliş, şu yerinin kimlikini elip, kabrisinden şu yerde kılıp ketişini oylap emez, vakitlik iştirken kadar. Azıcık Avrupa seferini kılabat kalanın köpüncüsü aşağı yerleşiş. Şu yerinin grajlarlık ötüp, şu yer turup geliş maksat kilip var. Bu durursanız. Şu biz bir bütün inkar kılmayımız. Mümkün şu garip Avrupalılarga mecbur ketip gelip yoki o'zining jamoatininki amirlaridan buyruk bilan ketib, shu yer dinini saqlab, musulmonlar uchun xizmat qilayotgan, musulmonlar jamoat uchun hassa qo'shayotgan kishilar bo'lishi mumkin. Biz bir bütün hammani yo'q chiqarmaymiz. Demak, yuqoridagi shartlar tepilmaydi ekan, kafirlarni yer vajarat qilish, safar qilish harom. Chunki bu yerda safardan, hijratdan bo'lgan ko'zlangan maqsadlar inshaalloh vujud chiqmaydi. Bundan boshqa dilimizda saddu zarai, yomonlik yetadigan yo'lni cheklab o'tish, kesib tashlash degan bir qoida. Yomonlik vasila bo'ladigan yo'lni itib tashlash. Va la taqrabuz zina. Zinaga yaqinlashmanglar. Zinani qilmanglar emas, yaqinlashmanglar. Shunda ko'chaga yaqin berib qolmanglar. Shunda odamlarga chapinon olsin, surkilib ketmasin, aloqa qilib sanmanglar degan maqsadda shariatda bu qoida bekitilib chiqqan. Saddu zarai. Ya'ni yomonlik vasila bo'ladigan ishlarni oldin olish. Mushu jihatdan qaragan bo'lsakmi, bu Yevropa safari nurg'un yomonliklarga vasila. Oxiri jahannamga o'tin bo'lishga ko'rik bo'ladi.